Abdullar azizlar, endi esa ajoyib bir tarona tinglasak ham bo'laveradi menimcha. Hozir hamshiraman dedilar, o'zlari shoiralikni ham bizga ajoyib bir iste'dodlarni namoyish etdilar va hozir bir shingil qo'shiq eshitsak ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, tayyormisiz? Albatta tayyormiz. Marhamat. Men yaqinda musofirdan kelganman. O'sha musofirlikda birinchi sog'inayotgan insoningiz onangiz bo'ladi. To'g'ri. Shunday. O'sha nima deydi? Qarang, nima desam ekan, musofirda yuramizmi, kasal bo'lamizmi, boshimizga bir dard tashvish tushadimi, birinchi eslaydigan insonimiz birinchi shu aytadigan so'zimiz ona. Shunday, oldiga yugurib boradigan insonimiz bu ona bo'ladi. Albatta. Musofirda ona haqida yozgan o'sha o'zimning ijodimdan hadiya qilib beraman. Xudo xolasa, studiya variantini ham shu yerga kelib aytish menga nasib qilsin sizlarga shu davrada. Marhamat. Ona bugun yana egildi boshim, sinovlarga yetmay qoldi bardoshim. Sizsiz isitmaydi nursiz quyoshim. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, bo'g'zimga tiqilar yegan nonlarim. Sog'indim siz bilan o'tgan onlarim. Faqat sizga arzanda ekan jonlarim. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, ona, onam, onajonim, onam, onam, ona. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, bariga qo'l siltab yoningga uçsam, boladay chopqillab etaging quchsam, dunyoning bor alam dardin unutsam. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, sochlarida ko'ngli kabi qor borim. Mehrli bir shirin so'zga zorim, hofiz bo'lib kuylay ona diltorim. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, 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 onajonim, onam, onam, ona, onajonim, ona. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, ko'z yoshim artgani kelmadi hech kim, yomg'irday tinmadi ko'z yoshim tim-tim. Qani yoningda bo'lsaydim bir zum. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, kun ketidan kun o'tar, sog'inchim ortar. Rasmingga jim boqib dil og'rir battar. Qaytaman iforing tinmayin tortar. Musofir yurtlarda yig'ladim ona, onam, ona, onajonim, onam, ona, ona. Musofir yurtlarda yig'ladim ona. Rahmat. Men hali ham o'sha dardni his qildim hozir, o'sha sog'inib yurgan paytlarimni. Musofir yurtda menimcha Surxondaryodan ham ancha bor, o'sha Turkiya viloyati respublikasida, Rossiya respublikalarida. O'shalarga sabr toqat tilayman. Allohim barakasini bersin, sog'lig'ini bersin deb Allohdan so'rayman. Rahmat sizlarga. Ijodingizga gap yo'q va sizga ham tashakkur bildiramiz. Sog'lik, salomatlik sizni hech qachon tark etmasin. Azizlar,
Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dasturlarimizda yana sizlar bilan sog'lik omonlikda ko'rishish nasib etsin. Albatta, biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun alohida tashakkur aytamiz. Barchangizga omonlik tilagan holda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Yana shunday munavvar tongda, munavvar kun musiqiy dam olish dasturi orqali diydorlashguncha xayr, omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.